Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı qatorliq tashkilotlar BDTning Uyg'ur masalasi haqidagi doklatining e'lon qilinganligining 1-yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qildi. O'tgan yili 8-oyning 31-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet ishxonasi doklati e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmonlarga yurgizayotgan vahshiyliklarni insoniyat qarshi jinoyat shakllantirish mumkin deb yakun chiqargan edi. Bu dokladning e'lon qilinganligining 1-yilligi munosabati bilan 31-avgust kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayı, Uyg'ur Hareket Tashkiloti, Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq ko'plagan tashkilotlar orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, BDTning bu dokladni e'lon qilib qo'yish bilan cheklanib, Sharq Turkiston yuz berayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarni to'xtatish uchun hech qanday amaliy ish qilmaganligini qattiq tanqidlash bilan birga, navbatda Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini, BDTning cho'qim Xitoyning jinoiy qilmishlari uchun hisob so'rashi lozimligini ta'kidlashdi. Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotida Qurultay raisi Dolqin Isa apandi mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy hokimiyati BDTning tavsiyalariga pisand qilmay Sharq Turkistondagi bostirish siyosatini yana oshirdi. BDTning Uyg'ur vaziyati haqidagi doklatining e'lon qilinganligining 1-yilligi munosabati bilan xalqaro jamoatchilikni o'zlarining inson majburiyatini ado qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun jiddiy harakat etishga chaqiramiz. Xi Jinpingning oxirgi qatim Urumchi ziyoratida qilgan so'zlari Xitoyning Sharq Turkistondagi besim va zulm siyosatidan aslo voz kechmaydiganligini, aksincha bu xil zulm siyosatini yana hassilab oshiradiganligini aniq ko'rsatib berdi. 1-sentabr Chexiyaning poytaxti Pragda boshlangan Xitoy qarshi xalqaro parlamentarlar birligi AIPACning yillik umumiy yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday to'sib qilish va bu jihatda hukumat ham parlamentlarni qanday safarbarlikka keltirish, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqon bostirish siyosatiga qanday taqobil turish, Xitoyning bir balvoq bir yo'l siyosati va uni ijro qilishda ilib borgan kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlari, shundaqli Xitoyning Tayvanga qaratgan tahdidlar qatorliq mazmunlar asosli muzokara temiz qilindi. Mazkur yig'inning 1-sentabr Chexiya Kengash palatasida o'tkazilgan ochilish marosimiga Chexiya tashqi ishlar ministri, Chexiya avom va Kengash palatasining raislari va a'zolari, 25 davlatdan kelgan 50 nafardan ortiq parlament a'zosi va qonunshunoslar va kishilik huquq tashkilotlarining vakillaridan bo'lib ko'p sonli yuqori darajalik arbob ishtirok qildi. Yig'inga alayda taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin va Qurultay London ishxonasining direktori Rayma Mahmud xonimlar mazkur yig'inning Uyg'ur masalasiga doir bilimlarga bevosita riyosatchilik qilish bilan birga dunyoning har qaysi ellaridan kelib to'plangan parlament a'zolari va yuqori darajalik siyosiy arboblarga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va Dunyo Uyg'ur Qurultayining har qaysi hukumat va parlamentlardan kutadigan konkret talablarini o'ttirib qo'yish fursatiga erishdi. Markaziy Londondagi Xitoy qarshi xalqaro parlamentarlar birligi AIPAC asos jihatdan Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan har qaysi ellardagi parlament a'zolari tomonidan tashkil topgan zo'r bir xalqaro siyosiy birlik bo'lib, Uyg'urlar masalasi mazkur birlikning eng asosiy kun tartiblarining biri bo'lib kelmoqda. Rayma Mahmud xonim bo'lsa, mazkur birlikning sekretariat a'zolarining biri bo'lib vazifa o'tab kelmoqda. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Isa apandim 1-sentabr kechda Uyg'ur Hareket Tashkilotining uyushtirishi va Amerikaning Viyanadagi bosh elchixonasining yaqindan hamkorlashishida Avstriyaning poytaxti Viyanada o'tkazilgan Uyg'ur yoshlarini diplomatiya, xalqaro munosabat, siyosiy bilimlar va Uyg'ur da'vosi bo'yicha tarbiyalash kursining ochilish marosimida qatnashib qilgan so'zida vatanparvar va ko'p xil iqtidorli yoshlarimizning milliy mustaqillik harakatimizning kelgusi turki umidi va igisi ekanligini ta'kidlash bilan birga Dunyo Uyg'ur Qurultayining 2017-yili 11-oyda Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 6-navbatlik umumiy vakillar qurultayida Qurultay rahbarlik hay'atining 3dan 1 qismini yoshlashtirish chaqiriqini o'ttirib qo'yganligini va 2021-yili 11-oyda Chexiyada chaqirilgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining 7-navbatlik umumiy vakillar qurultayida bu nishonni asosiyatdan amaldan oshirganligini, navbat qurultayning ayollar, yoshlar, madaniyat, Xitoy ishlari, kishilik huquq qatorliq ko'plagan muhim komitetlarning mudirlarining butunlay yoshlardan tarkib topganligini eskartib o'tish bilan birga, muhojiratdagi yoshlarimizni milliy da'voyimizga ega chiqishga, har qaysi sohalarda ilib berayotgan milliy harakatlarimizga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Har qaysi ellardan kelgan Uyg'ur yoshlarimizning qatnashida 2 kun davom qilgan tarbiyalash kursining 1-sentabrdagi ochilish marosimiga Uyg'ur Hareket Tashkilotining raisi Ro'shan Abbos xonim bevosita riyosatchilik qildi. Marosimga Dolqin Isa, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris, Avstriya Uyg'ur jamiyatining raisi Mavlon, Avstriya parlamentining a'zosi Gudrun Kugla, Amerika Viyana elchixonasining xodimlaridan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi.
Bu jarayonda Dolqin Aysa, Roshan Abbas, Abdulhakim Idris, Mavlon boshchiligidagi Uyg'ur hayiti Avstriyadagi ba'zi turk islom tashkilotlarini ziyorat qilib va Avstriyadagi turkcha televiziya kanallarining ziyoratini qabul qilib, ularga Xitoyning navbatda Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Yevropada yashayotgan turk qarindoshlarimizni Uyg'ur davosini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Anqaraning Eti-Masqut rayonida 1-sentabr boshlangan va 100 minglagan ziyoratchi qatnashgan 24-navbatlik Xalqaro Turk dunyosi Anatoliya madaniyat va san'at festivalida Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi tarafidan Uyg'ur madaniyat san'at buyumlari bilan bezalgan maxsus Uyg'ur chadir qurildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Ichki ishlar komitetining sobiq mudiri va qurultayning Turkiya vakili Xayrullo Afandigil apandimning bevosita riyosatchiligida qurilgan Uyg'ur chadiri tomoshabinlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Türkiyədəki Uyğurlar məzkur festival təsis qılınğan 24 ildən buyan izchil turda qatnaşıb kelayotgan bo'lib, bu qatim Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi tarafidan ta'sis qilingan Uyg'ur chadirida nuqtaliq holda Dunyo Uyg'ur qurultiyining barliq kelish jarayoni va maqsadi, qurultayning xalqaro siyosiy sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlari, shundaqla Uyg'ur masalasining xalqarodagi yangi yuzlanish qatorliq temalar tanishtirildi va bular mazmun qilingan rasm ko'rgazmasi ochildi. Festival boshlangandan buyon Anqara Eti-Masqut rayonluq hukumatning Millatchi harakat partiyasiga mansub boshlig'i Anvar Demirel, hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasiga mansub parlament a'zosi Zeynep Yıldız xonim va Turkiyadagi har qaysi siyosiy partiyalarning mazkur rayondagi vakillari bas-bas Uyg'ur chadirini ziyorat qilib, o'zlarining Sharq Turkistonlik qarindoshlariga bo'lgan qo'llashini ifoda qilishdi. Bugun, ya'ni 4-sentabr kechda Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisining riyosatchiligida maxsus Uyg'ur kechiligi o'tkaziladi. 1-sentabr boshlangan bu festivalga Qirg'iziston, Ozarbayjon, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyati qatorliq davlatlarning vakillari ishtirok qildi va Turkiyadagi 81 viloyatning yerlik madaniyati tanishtirildi. Festivalga yana Iroq turkmanlariga, Gretsiyadagi turklarga, Qrim tatarlariga vakolatan ularning tashkilotlarimi ishtirok qildi. Bu turkiy millatlar 10 kun bo'yicha o'zining tarixini, san'atini, madaniyatini, urf-odatlarini va butun madaniyat boyliqlarini tanishtirdi. Angliya poytaxti Londonda ochilgan yer shar xarakterlik liderlar bilan uchrashish xalqaro yig'inida Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan turli shakldagi zulm va fojialar yig'in qatnashchilarining kuchli diqqatini qo'zg'agan. Bu qatimliq yig'inda odam bedikchiligi bilan munosabatli bo'lgan majburiy emgak yoki qulluq emgak masalalari muhokama qilingan. Bu qatimliq yig'inda navbat Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak masalasi, shundaqla Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish haqidagi taklif loyihalarmi o'ttirib qo'yilgan. 30 avgust kuni Londondagi Westminster markaziy zalda o'tkazilgan 2023-yillik tunji navbatlik odam bedikchiligi to'g'risidagi yer shar xarakterlik liderlar yig'iniga Uyg'ur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim qatnashgan. U yig'inda Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik va ularni xalqaro qonunlar bo'yicha qo'g'dash to'g'risida maxsus doklad bergan. Bu navbatlik yig'inga Yangi Zelandiya, Uganda, Romaniya, Janubiy Sudan, Albaniya, Kosovo qatorli 40 dan ortiq davlatdan 80 ga yaqin parlament a'zosi va hukumat xodimlari, qonun chiqaruvchilar, advokatlar, ilmiy tadqiqotchilar, jamoat arboblari, shundaqla odam bedikchiligining bevosita ziyonkashligiga uchrag'uvchilardan bo'lib, 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Qozog'istondagi Tarim Uyg'ur ansamblining qurg'uvchisi, Qozog'iston davlatlik to'hfa yaratganlar medalining sohibi, elga tanilgan milliy shoir, kompozitor va muzikant Polat Hezimov apandim boshchiligidagi bir turkum san'atkorlarimizning 2-sentabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandimning 56 yoshlik tug'ilgan kuniga atab maxsus ishlab tarqatgan Elning o'g'li nomli naqsh albumi muhojiratga qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Bu tuyuqsiz sovg'idan cho'nqur ta'sirlanganligini ifoda qilgan Dolqin Aysa apandim o'zining hozir qadar har zamon xalqidan kuch va jasorat ilib kelganligini, Polat Hezimov boshchiligidagi san'atkorlarimizning bu qimmatli sovg'isining o'zining milliy mustaqillik kurishiga bo'lgan ishonch va jasoratini yanada oshirganligini eskartib o'tdi. Polat Hezimov apandim bu munosabat bilan qilgan so'zida Dolqin Aysa boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyining bugungacha xalqaro siyosiy sahnalarda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlaridan Qozog'istonni markaz qilgan butun O'rta Osiyo jumhuriyatlaridagi Uyg'ur qarindoshlarimizning nihoyat mamnun va rozi ekanligini, shunga Dolqin Aysa va Dunyo Uyg'ur qurultiyiga madad berish maqsadida bu sovg'ini hozirlaganligini va toki sovg'a e'lon qilingan 2-sentabr qadar Dolqin Aysa apandimning buningdan qilch xabarining bo'lmaganligini, chunki tuyuqsiz sovg'a sifatida bu naqsh albomini butunlay maxfiy tayyorlaganligini ifoda qildi va toki sovg'a e'lon qilingan 2-sentabrga qadar Dolqin Aysa apandimning buningdan qilch xabarining bo'lmaganligini va tuyuqsiz sovg'a sifatida bu naqsh albomini butunlay maxfiy tayyorlaganligini ifoda qildi. Mazkur naqshning tekstini Qozog'iston ismini oshkorlashni xohlamagan bir shoirimiz qalamga olgan.
Muzikasini Polat Hezimov әпәндім ijod qilgan va naqshini Yevropadagi san'atkorimiz Azmat Abduqodir әпәндім o'rinlab chiqqan bo'lib, tövəndə mazkur naqshini huzuringizga taqdim qilmoqchimiz. Sen her çağ xalqimin Qolunda senin vatan tuği Dolquni bulup küreş yolda Kelsen benim elimin oğlu Dolquni bulup küreş yolda Kelsen benim elinin oğlu Davallar açtın talay talay Kütüdü seni cenlehili Dilga yangın çağına üşmey Yıldızı üzen elinin Yıldızı üzen elinin oğlu Azadlık günni kılıp arman Yaşaydı halkın sunmay kalbi Meşali bulgın onun haman Yürütüp elinin oğlu Meşali bulgın onun haman Yürütüp yolun elinin oğlu Bu bayrak çokun bir gün Birleşken Milletler Teşkilatı'nın içinde aşı bayraklı hatası orada oldu. Bu bizim hakkıdır. Yaşığın yaşa elinin oğlu Kıldı işin köpni kayıl Yaşığın yaşa elinin oğlu Yaşığın yaşa elinin oğlu Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha amon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.